18+ videolari. Ko'rding o'sha jalabni, voy suka, siqirtni qaragin. Yana ikkalamizniki rekka chiqqan, bilasanmi? Gapirgan gaplari. Ha, Nigina TikToker bilan Sardor Gangsterning Dubayda sikishgan videosi. Yibanlar odamlar. Jalab domanda shunchalik aktiv uchun nimalar qilmaydi? Bitta emas, bir nechta ko'rdim bile. Vashsha aktiv uchun bilgan bo'qiniydi. Instagramda ham chiqib ketgan, mana TikTokda ham chiqib ketgan, seni rasmingni qo'yib qo'ygan, kimdir gapirgan, bitta tolqa gapirgan bilan. Ha, bitta qiz ana montaj, ovoz montaj qildi-yu, sun'iy intellekt shunaqa qilgan. Antaliyada bormi? Sen parashyutga uchibsan, videoingni ko'rdim. Ha, kecha uchdim. Parashyutlar bormi? Voy, bu ancha-muncha takomillashgan joy. Antaliya Turkiya nima do'stsan? Boyagi anonda parashyutda bunday chiqib uchgan videoingni ko'rdim-da, chiqib qoldi. Kecha uchdim-da. Qoldi emas, o'zi to'g'risini aytaman, kunlik videolaringni ko'rib boraman. Bilaman, meni kuzatib borishingni bolam. Instagramdan ham yozaman. Ya, Instagramdan ham ko'rib turaman, kunlik nima qo'yapti, qanaqa story qo'yapti, TikTokka qanaqa video qo'yapti, ko'rib turaman, lekin like bossam bilib qolmasin deyman-da, jalab like bosmayman. Bilaman, men zeriksam bir refiringga kiraman, hatto kuzatmayman. Qo'taq deyibsan, 24 soat. Qotaqimni yebsan, profilingni birorta video ko'rib ko'rmaganman. Yerimda o'tirasan sen. 24 soat chaqda o'tirasan. Bo'lmasa meni flash qilganimni qayerdan bilasan? U nima 2000 ta like bilan direktdan chiqib keldi kecha zerikib o'tirganimda. Voy. Ana dalbayopni flash qilganini qayerdan bilyapsan bu? U keyin o'sha sani videoing chiqqandan keyin profiliga kirsam, unikini ham qo'ygan ekan. Yaqinlashtirib ko'rding? Shu qora tappangni kodi qanaqa ekanini shunchalik qiziqdimki, shuncha bu dunyoda kodlar bor, shuncha kod ko'rgani qiziqmadim, aynan sanikini ko'rishga qiziqdim. Bular jalab qizlar ham erkakning kodini ko'rishga qiziqadimi? Ha? Yo'q, endi aynan san dalboyobnikini ko'rgani qiziqdim-da. Men yaqinda silikon kod qo'ydiraman deyapman, am bilan. Qo'ydi, yaxshi bo'ladi, hayoting yaxshigina yurishib ketadi. Mammacha qo'ydiraman, bitta bunday ushlab turishgani akalarga bo'lib turaveradi. Bitta am qo'ydiraman, kodchani yaqindagina chiqarib olaman. Bo'lmasa bo'lmayapti, akalar jota qizlar padarka uryapti. Buguni bilan qizlar uribdi mana 100 ga. Qizlar uribdi faqat. Akalar to'shamot tutmayapti. Qizig'ing qolmayapti deysani kundan kun hech kimga o'sha qabul qil buni. Любой bitta chiqib bitta so'nadi. Jonkacham. 5 yildan keyin ham qizig'im qolaveradi jonkacham. Meni qizig'masin, o'zimni talantimda. Senga o'xshagan bunday ko'timda, mammamda. Qani talantingmi, Sardor bola? O'g'ilcha, jonkacham, sen meni batilimni tomosha qilib, boshdan oxirigacha ikkita yaxshi batilni tomosha qiling, ko'rasan qanday yengil bo'lib charchoqlaring chiqib ketadi. Mani vaqtim yo'q seni batilni ko'rishga, to'g'risi. Men dam olib yuraman, seni batilni ko'rishga vaqtim yo'q. Men seni efiringga kirmayman jalab, sen meni efirimga kirasan pastayam. Ha, yo'q, meni efirimga kirib doim kulib nimadir yozib o'tirasan, men loqti bo'laysan. Qachon kiraganman? Oxirgi marta. 2 kun oldin kirding. Ma. Bir marta kirdim, qarasam rekdan shunday qarab turdim. Takoy bo'lib mamma shunday tashab qo'ygan ekansa, u onasini sikka, mammasini bir ozroqgina termelaydi kirdim. Muhimi menga qiziqasan, muhimi kuzatasan deydi. Men sandaqalarni kuzatmayman. Sandaqalar muhimi shuni bo'lsa kuzatishga kirasan. O'zingni olaverma. Somsa. Voy, World, rahmat. Kattakon, World menga podarka tashabsiz. Nega? Qara. World, rahmat. Nega? Qara. Ko'ting bilan mammen nimaga katartirding? Olla normalniy ichidi-ku, takoy ichidi-ku. Xohlasam yana bundan ham katta qilaman. Nima endi? Zinashit qaragansan, tovar o'tmayapti, katartirgansan. Ko'kragim o'zi tabiiy, Alloh tomonidan berilgan, bilasan-ku. Ko'tingni katartirding. Ko'timga 1,5 yildan beri zalga chiqib og'ir vest ishladim, o'zi katta bo'ldi bulaychi. Ya vaqtli bor. Ko'tga ishladingmi? Ha, faqat ko'tga ishlayman, zalga chiqsam, faqat ko't. Faqat zalda ishlaysanmi?
Bu yoqda bir gap bor, lekin shuncha zalga chiqqanman, ko'tim kattarmagan ekan. Chunki sen ko'tga ishlamaysan, sen presga ishlagin. Qorningni qara, homilador 8 oylik homiladordek katta bo'lib yotibdi bilaysiz. Ko'tga qanday ishlanadi? Keyin aytaman o'zingga. Bunday do'nqayib olib, ko'tga tosh qanday ko'tga ishlasa bo'ladi? Shunaqa. Nega seni ko'ting tabiiy emas, sun'iy? Javob beraman, sun'iy. Sun'iy ko't bo'lmaydi-yu, sun'iy ko't bilinadi-yu. Ko'tga bunday yog' urdirgan bo'ladi-ku, bunday katarib ketakan. Agar yog' urdirgan bo'lganda odam 1 oy, 1,5 oylab tuzalgunicha efirga ham, boshqaga ham chiqolmaydi. Men har kun efirda bo'lsam, doktorxonada yotish kerak unga kamida 1 hafta. Men doktorxonada yotmagan bo'lsam, Qara, mayli, tabiiy bo'lsin, sun'iy bo'lsin, o'zingga bog'liq, lekin действительно katarib ketgan. Mani uchun kichkinalik qiladi, shu ham bilasan. Menga kichkina deb tuyulaveradi. Bir xil har kun oynaga qarayman, shu kichkina deyman. Shu kut tushunmayman kichkina. Bormi kim o'tdi? Voy, hozir to'xta. Qoching. Bormidi? Qochib, shu bundan katta kut onasi Estoniyalikka aylanib qolasan-ku, ya. Kichkinalik. Katta ko'nding, qani seni? Katta ko'nding. Kecha tushdim. Kichkina. Kichkina-ku bu ko'ti. Nima bu videolarda ko'ting bunday katta ko'rinadi, bunday kichkina? Yani bilmadim. Hozir ko'rsataman. Bunday kichkina-yu, dumma-yu o'ljalab biladi. Meni ko'tim ham seni bilan ko'ting bilan bir xil, meniki ham kichkina ko't emas. Sani ko'ting manikidan kichkina lekin. Mana unda pizdes ko'rinadi-da, qara. Ya unda ko'ting totib turgansan bunday qilib, qisib olib. Aslida Nargisda bunday ko'tingni totib turgansan. Ha? ko'tim. Lekin mammalaring ustiga bir suyansa bo'ladi. Qarmani gapiray. Jonim, lekin men senga ochig'ini aytayapman, bir ko'rishib qolsam shu mammalaringdan qattiq bir yaxshi qilsam. Bilasan-ku, men sen bilan даже sen bilan ko'rishsam meni hurmatim tushadi. Nima qilaman sen bilan ko'rishib? Mo'may nomida hurmating tusham, yana xafa bo'lma, Sardor, sen anu $100, $50 amchalar bilan ko'rishasan deb menga maqtanasan. Qara, men kim bilan ko'rishdim deb. Ularning narxi $50ligini men bilaman. Ularga $50 bersang ko'rishib o'tirishni bilaman. Sen meni ko'chaga endi chiqqanda bo'laysan, meni $20-30 ani amchalar bilan ko'rishasan, menga maqtanib o'tirasan. Ko'rishsang bir normal yani bir 3000, 4000 lik cho'lkalar bilan ko'rishmaydi. Voy dey. To'g'risi. Men kimman qiz bolaman, men kimligini yaxshi bilaman. Nima deysan? Sen bilan ko'rishgan ekanmiz, sen ham $50lik amakansan-da bo'lmasa. Sen bilan men bundan 5 yil oldin ko'tarib ber, meni mashhur bo'lgim kelyapti deganingda yelkamga chiqib ko'tarib berganman-ku. Qo'tag'im deysan, menga qara. Qo'tag'imni yesan ham, sen ham qisib o'tirmasam gapim. Seni ustunlik tomoning videolaringda. Meni ustunlik tomonim efirda. Videodan qo'tag'im summa qila olmaysan. Meni tirikchiligim efirda. Men efirda. Bo'ldi, senga 5 baho bo'ldimi? Xursandmisan endi bana? O'sha kun bitta kirsam, neginani efiriga bunday 29-levelda uchib kiryapman. Bunday qarasam, onasiga burchakka 70 bitta odam o'tiribdi efiring. Bo'ldi, Sardor, men efirda bilasan, efirda orqasida nimadirlar deb o'zimni aqlingni yoqmayman. Sen zo'rsan, sen aqllisan. Xo'p, bolam, xursandmisan?